Alloh taolo sizu bizlarni hidoyatimizga, sizu bizlarni baxt va saodatimizga sababchi bo'lgan ulug' zot suyukli Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan oy mana shu Rabiul Avval oyi. Aslida Rasulimiz alayhissalomni tug'ilganlarini nishonlash, to'g'risida Rasulimizning o'zlarini ko'rsatmalari yo'q. Unaqa demaganlar. Sahobalar davrida ham bu bo'lmagan deb aytiladi. Lekin kunlar o'tib bordi, yillar o'tib bordi. Odamlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan uzoqlasha boshladik. Shundan keyin ulamolar hech bo'lmasa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda hayotlarini o'rganib tursinlar deb kitoblar, siyrat kitoblari yoza boshladilar. Avvalgi yozilgan siyrat kitoblar mana Ibn Hishomning kitoblari, Ibn Kasir kitoblari jilit bo'lgan, 12-24 mujallad bo'lib ketganlari bor. Keyinchalik ulamolar buncha mujallatda faqat mutaxassislar o'qiydi ekan, oddiy xalq bunchani o'qishlikka na toqati bor, na ilmi bor deb kitoblarni ixchamlashtirisha boshlashdi. Bir jildli kitoblar yozildi. Masalan, Nurul Yaqinga o'xshagan turkiy kitoblar ham bor, Nurul Basar deydi mana o'shaqa. Bundan o'qib istifoda olib borildi odamlar. Din butun dunyoga yoyila boshladi. Arab bo'lmagan musulmonlar, ajamlar ko'paya boshladi. Hatto o'sha bir jildlik kitobni ham o'qimay qo'ydi yoki tushunmay qoldi. Shundan keyin ulamolar aytdilarki, o'sha xalifalik Bag'dodga ko'chgan paytlarda bu hech bo'lmasa Rabiul Avval oylarida, payg'ambarimiz alayhisalom tug'ilgan oylarida odamlarni Rasulimiz alayhissalomga bo'lgan muhabbatini, siyratni o'rganishga bo'lgan ilmni kuchaytirish maqsadida bir shunaqa bir mavlidlar o'tkazishlik, bir ilmiy majlislar qilishlikni ixtiyor qilishdilar. Imom Asqaloniy, Imom Qastaloniy degan ulug' zotlar, bular Imom Buxoriyning hadislariga sharh yozgan zotlar, bular mana shu davrlarda fatvolar berdilar. Imom Suyuti fatvo berdilar va natijada mana shu Rabiul Avvalni payg'ambarimiz alayhissalomni eslash oyiga aylantirildi.